الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Nisoning 97-oyatiga keldik. Ilgari oyatlarda Alloh subhanahu va taolo jihadga chiqqan kishilar bilan jihadga chiqmay turgan kishilarningki darajasining aslo o'xshamaydiganligi. Hatto zararlik holatda jihadga chiqmay qolib qolganlarningmi, garchi odatdagi hech qanday sababsiz jihadga chiqmaganlar bilan o'rtada farq bo'lsa-mu, ammo ayni chiqqanlar bilan o'rtada daraja jihatda farq bo'lganligi. Hattoki jihadga chiqqan mujohidlarningmi qilgan har ishi, olgan qadami, olgan eg'ir yengil vazifasi, tortgan jafosi qatorliq taraflarning hammasining ko'zda tutilib darajasining o'xshamaydiganligi haqidagi mazmunlarni so'zlab o'tgan bo'lsak, bu oyatimizda ilgirki darsda qilib qolgan jihadga chiqmay qilib qolgan kishilar haqida qanaqamiz so'zlaymiz. Ya'ni iymonning insondan shunday bir talab qiladigan davr keladi-ki, yurtingni tashla, tuqqanlaringni tashla, mal vorollaringdan voz kech, iymon karvoniga qatil. Bu matninki barliq yo'qlik masalasi, ya'ni mavjudlik, mavjud bo'lanmaslik masalasida sen bu harakatning bir parchasi bo'l deydigan shunday bir vaqtlar keladi. Bu vaqtda sababsiz o'zini ojiz sanab yoki dushmanning oldida, dushmanning zulmiga rozi bo'lib o'ldirib qolgan kishilar haqida davatudu Alloh subhanahu va taolo innallazina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masghira. Biz oyatning mazmuniga kirishdan ilgari qisqa bir tarjima qilaylik. Malaikalar o'z-o'ziga zulm qilib, dunyoda jihadga qatnashmay, hijrat qilmay, munda bir bahonalarni ko'rsatib turib, qilib qolgan kishilarning jinini olgan vaqtida, bularni vafot topib turgan vaqtda bular shunda bir savolni so'raydi-ki, nima ish qilgandinglar? Bular deydiki, biz zaminda noyat ojizdik. Bizga boshqa zulm qilgan degandek bahonalarni ko'rsatdi. Malaikalar bularga javoban alam takun ardullohi wasi'a. Allohning zamini keng emasmidi? Hijrat qilsanglar, chiqib ketsanglar bo'lmasmidi u yerdan? Ana ashunda bir malaikalarning shu savoliga duch kelgan kishilar, ularning o'rni jahannam va sa'at masghira. Bu noiti yomon bir o'rin deydi. Qarindoshlar, oyat biz normalda o'ylayotganimizdan boshqa bir narsani o'rtaga qo'yib bizning yuraklarimizni titratib. Biz o'ylaymizki, biz zulmga uchirdik, bizni boshqalar buzaq qildi, bizning zaminimizni boshqalar besib oldi. Ammo oyat nima deydi? Nimishqa buzaq qilsa deydi. Nimishqa zaminingni boshqalar tatqizib qo'ysa deydi. Nima uchun buning uchun harakat qilmaysa, nima uchun turib olsa? Agar u yerda harakat qilish ehtimoli bo'lmasa, agar u yerda dushmanga qarshi turish ehtimoli bo'lmasa, imkoniyati bo'lmasa, dushmanning zulmini daf'i qilish kuchi bo'lmasa, chiq u yerdan, bu yo'lda mang deydi. Ashta qilmaganlarni o'rnini davzax deb atadi. Bu nihoyatda bir qo'rqinch bir ish.
Chunki biz bu mazmunni nereden alamiz degan vaqtda ilgirki oyatda jihad haqida bir gap bo'layotgan. Jihadga chiqqanlar bilan o'ltirib olganlarning o'tiradigan farq haqida bir so'zlar bo'layotgan. Shu vaqtda men deganki, bu yerdagi jihad chungi qurolliq zolimlar, dushmanlarga qarshi ebberiladigan harakatlardan tortib chungi kichigi shunga munosabatlik hatto bir tayyorlik, shunga munosabatlik da'vat, shunga munosabatlik odam tarbiyalash, shunga munosabatlik iqtisod hozirlash, bütün sohalarning hammasini bizning shar'iy islohda jihad deb ataladi. Bu yerda talab qilinayotgan jihad dal shu. Agar dushmanga qarshi turish bizden yurtimizdan chiqishni taqozo qilsa, urug' tuqqanlarimizdan ayrilishni taqozo qilsa, hech kimning ayrilg'isi yo'q urug' tuqqanlaridan. Hech kimning tug'ilgan yurtini tashlab boshqa yerga sargardan bo'lg'isi yo'q. Ammo navbatdagi vaziyat dushmanga qarshi turishni taqozo qilib qolsa, Qur'on bizdan talab qildig'ini ikkilanmaslikni taqozo qilyotdi, talab qilyotdi. Bu yo'lga otlanishni talab qilyotdi. Ana ashta qilinmaganlar o'zini har qancha mazlum ko'rsatsin, ularning qiyomatdagi o'rni tavza qiladi deyapti. Bu bak qo'rqinchli qarindosh. Biz o'zimizcha ba'zi vaqtlarda o'zimizning zulm qilinganligi bilan jahon ahliga shikoyat qilib o'zimizni bechora ko'rsatamiz. Ammo Qur'on unda deyapti, qo'p deyapti. Sen shu inson bilan o'xshash inson. Bizga zulm qilayotgan dushman qancha yoshda olsa sen shuncha yoshda. Yani o'xshash tug'ilgan. Uning 2 putvasining 2 putung var. Umi sağlam bir insan, sen sağlam bir insan, onunla qarshi tura olishing kerak. Buning amallarini har shaklda izlashing kerak. Bu amallarning birisi agar seni u yerda harakat qilg'ili, o'zingni qutqazg'ili imkoniyat bermasa, sen ularning zulmi ostida yo'qolib ketish, irib ketish, rozi bo'lib yerda qolguncha u yerdan chiqsa ve bu hareketinni, bu davayını davamlaştırırsa, bu mücadeleni davamlaştırırsa, mana bu cihad, mana bu hicret. Eğer maçta kılmasan, kıyamet günüsü malaikelerinin şundak bir sualığı duçar olursa. Bu sual adattaki sual emas qarindoshlar. Bunu biz ayetini birden tahlil qilgan vaqtimizda mana bir suallar keldi hamda asosiy mazmuni bu. Tavaffatuhumul malaikatu degani malaikeler ularning jinini olgan vaqtda deb tarjima qildik ya. Jinini elish Qur'oni Karimda ba'zida Allohga nisbat berilib, Allah ularning jinini oladi. Allahu yatawaffal anfus degan shaklda ifodalanadi. Ba'zi vaqtda hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna bizning elchilarimiz, yani malaikeler jinini oladi degan shaklda ifodalanadi. Ba'zi vaqtida qul yatawaffakum malakul maut allazi wukkila bikum degan shaklda malaikelerning ichidagi o'lim farishtasi deb biz normal odatda Azrail deb ataymiz ya. Azrail bo'lsin yoki Azrailning boshqasi bo'lsin, o'lim farishtasi degan shaklda ifodalanadi. Masalan, sura An'amninki 61-chi, sura Sajdaninki 11-chi, sura Zumarning 42-chi oyatlari bayondan o'qigan oyatlar. Meni Qur'onda jinini elish birovning vafot topqizish Allohga, farishtalarga, annekin Azrail ismlik, biz Azrail deb tanıymiz, bu bazı ixtiloflar var, bu Azrail mu emasmi deb, ama o'lim farishtasiga 3 yerga nisbat beriladi. Bazı din düşmanları bunu akaplar birisi-birisiga zidlashtirib, bunda bir savollarni qo'yadi. Zaten jonni kim oladi? Ba'zida Alloh oladi deydi Qur'onda, ba'zida farishtalar deydi, ba'zida o'lim farishtasi deydi. Kim oladi desa, amaliyotda bu masalalarni tushunish pek qiyin emas. Birisi-birisiga kirishgan derece karakterlik bir mesele, bunu tushunish pek tez emas. Yani mesela biz bunu misal orqali tushuntirgunimizda qarindoshlar, bir o'quvchi mesela aydınlaştırışını elyapmiz bu misalni. İmtihandan o'tolmaganida dadasiga kelib shunda deydi. Dada, bizden imtihan olgan komissiya meni imtihandan o'tkazmadi. Bu gapmi to'g'ri? Dada, maktab meni imtihandan o'tkazmadi. Bu mu to'g'ri? Dada, davlat meni imtihandan o'tkazmadi. Bu mu to'g'ri? Chunki mush sistemni qo'ygan davlat. Ijro qildig'ini, ya'ni buning kichik doiradagi ijro qildig'ini maktab.
inib ijro qildig'ini komissiya. Amaliyotda uchinchisi to'g'ri, faqat buyruq yoki bu sistem, bu tuzilmani qo'yish, ijro qilish tartib masalasi. Bu yerdagi masala shu masala. Bunaqa bir ba'zi bir shubhilar, mustashriqlar tarafidan keladigan shubhilarga qarshi deb qo'ydik. Amaliyotda bak tortishadigan masala emas. Endi ma oyatning 5'ida malaikalar şu özüge zulüm qilgan shu kishilarni jannatga olgan vaqti deb zulüm qilish ifodasini qo'llandi. Bilimiz zulüm degan nima desa, birov boshqalarga qarata onun haqli qolgan narsani elib olish, bermaslik va uni haqsiz kishilarga berish ma'nosini biz zulüm deymiz. Birovning elishga tegishli pulusini bermadi, erishishga tegishli nasibasini bermadi. Ma'ni biz nima deymiz? Zulüm deymiz. Endi inson qandoq bo'lib özüge özü zulüm qiladi. Mada özüge zulüm qilish bir ifodasi var. Desa, yani inson o'zi qilishga tegishli ishni qilmaydi degan gap. Oddiy tushuntirgan vaqtimizda, biroz ishchilab kirgan vaqtimizda inson mu'min bo'lib, iymon aytib bu yo'lga kirgandan keyin insonda bir iymoniy xarakter paydo bo'ladi. İymoniy xarakter va havas ki temsil qiladigan insoniy xarakterdan birisi var. Shuning bilan bir jihad, hijrat va shuningga o'xshagan mu'min bo'lish sifati bilan kishi ustiga oladigan mas'uliyatlardan bir mas'uliyatning oldiga kelgan vaqtida iymoniy xarakter bilan insoniy havas xarakterining o'tirida bir kurash paydo bo'ladi. Bu sening vazifang, buni qilishing kerak. Chunki sen bu yo'lning mansubi, bu iymonning mansubi desa, bu yo'q. Bu sening yurting, masalan, jihad, hijrat masalasiga. Bu sening tuqqanlaring, bu sening tijorating, sen bu ishni qilsang, ma'nodan ayrilsa, anondan ayrilsa degandek bir xil qo'rqoq silish orqali insonni bu yoqqa tortadi. Ya'ni bu kurashda, bu ishga kurashda qaysi xarakter g'alaba qilsa, inson shu tarafiga tortiladi. İnsan mu'min bo'lish sifati bilan qilishlik majburiyati bor. Ammo inson haliqi havas, ko'ngil orzusi degandek xarakterining keyniga kirib, qilishga tegishlik mas'uliyatni tashlagan vaqtning o'zida o'ziga o'zi zulm qilgan bo'ladi. Chunki u qilishga tegishlik ishni qana qilmaydi. Buning bir misol olayım. Bir bola dadasi har doim uni mas'uliyatini eslatib turadi, topshiriqlarini eslatib turadi, qilishga tegishli, qilmaslik tegishli ishlarni eslatib turadi. Ana uni bulushiga qo'yib erkin aynoq cho'ng qiladi. Xolisan qil balam, xolisan qilma. Ma shaklda. Endi sizlar shu an o'zingizlarga javob berib boqinglar. Dada balaga nisbatan zulm qilayotamdi yoki uni zulm qilayotamdi? Dada balani uni qil, buni qil deb buyuryotdi bir mas'uliyatlarga. Ana erkin aynoq şekilde bunu erkiletip xalqan qilsuva ko'ngil arzu tortilgan tarafga qo'yib boradi. Balanın ko'ngil arzusi beqiyotdi. Bu vaqtda kimga zulm qiladi? Bu nayt aniq masala. Allah Qur'oni Karimda sura Maidaning 27-oyatida insoniyatning ichidagi Adem alayhisalomning tunji ikki o'g'li o'tirishdi bo'lgan ishni bizga hikoya qilish orqali insonning vujudidagi iymoniy mas'uliyat xarakteri bilan havas, xohish xarakterining o'tiridagi kurashni bizga qanaq berib bayon qilib beribdi. Sura Maidada "Vatlu alayhim naba ibni Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Adem alayhisalomning ikki o'g'li qurbonlik qildi. Allah birdan qabul qildi, yana birdan qabul qilmadi. Shu vaqtida haliqi qabul qilinmagan Qobil qabul qilingan, qurbonlikqa qabul Habilga o'chmanlik qilib qalbidan xuddi mushu bo'lmasa mening qabul bo'ldi degandek bir havas vasvasalar bilan uni o'ldirmoqchi bo'ldi. Shu vaqtda Habil Qobilga dediki, nima ish o'ldirsa? O qurbonlikni qabul qiladiganini qabul qilmaydigan men bo'lmasam, uni qabul qiladiganini Alloh tusa. Nima ish o'ldirsa? Nayti sağlam bir şekil ifadesi. Ve ahirde dedi ki, eğer la imbasatta ilayya yedeke li taqtulani, sen beni öldürmen deb qulunu sunsan mı, men seni öldürüşünü qulumni sunmayman. Men Allah'tan qo'rqaman. Şunu bilan bir yerde mesela misal qilmoqchi bo'lganim, Qobilning vujudidagi ikki xil shaxsiyatning o'tirishiga kurash.
O bir peygamberning balası, tunji insoniyatlarning biri. Qalbida mushu bo'lmagan bo'lsa, sening qabul oldi degan ifodalar bir talashayotgan, iymoniy xarakter tatiyotgan, shaytoniy xarakter tatiyotgan bir kurash bor. Oxirsida shaytoniy xarakteri g'olib keldiki, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Sura Maidaning 30-oyati qarindoshlar. Ya'ni qarindishni o'ltirishga oxirsida buning nafsi buni qanaqib ketdi, eketdi. Ya'ni öldürme. Öldürüşün gerek. Öldürsen olmaydı. Öldürüşün gerek degeni g'alaba qildi. Sharoit hazırlandı. Öldürdü. Öldürüp bo'lgandan keyin yillan yo'qab ketdi u heliqi sabab bahonalar. Shu bo'lmagan bo'lsa shuning ishing oqitdi. Shu ishni qilib olib sening oqmidi. Yo'qab ketdi. Amaliyot unda emas. Hech kimning o'rnini egallamaydi hayotda. Birovlarning qilgan ishi, ya'ni birovlarning qilgan ishini bezolanmaydi. Faqat shaytoniy xarakter. Pushmon qildi. Chunki shaytoniy havasi tugadi, vazifasi tugadi, pasladi. Ondan keyin o'ziga kelgan vaqtda, hushiga kelgan vaqtida o'zining ig'ir xato qilib qo'yganligini ko'rdi. Hatto uni qandoq kumashini o'qmadi, qog'idan birisi kelib, buningga qandoq kumash o'lgan jasadni buni yutib qo'ydiki, ajaztu an akuna mithla halal ghurab. Bu qadar nachar o'ringa tushdi bu endi. Ya'ni demak to'g'rimiz shu. O'ziga o'zi zulm qilish degani inson o'zining ustidagi vazifa, mas'uliyatlarini eslatadigan bir xarakter bilan shaytoniy xarakterining o'tirisidagi jangda shaytoniy xarakter g'alaba qilib, inson shu tarafga eg'ib ketadi, qilishga tegishli ishni qilmaydi, mas'uliyatini ado qilmaydi. Mana bu insonning o'ziga o'zi zulm qilgani. Bu yerda malaikalarningki fima kuntum bu savoli diqqatimizni tortadi. Sizlar nima ish qilgandinglar? Fima kuntumning ifodalaning shakliga qaragan vaqtda xuddi bir ishorat qilayotgandek bir savolchi bu. Sizlarning jihad qilayotgan qarindishinglar bor. Hijrat qilgan qarindishinglar bor. Bu iymon yo'lida, iymon karvoniga qatnashib, o'zining kishilik, mu'minlik mas'uliyatini ado qilayotganlar bor. Sizlar nima ish bunday qilmagandinglar? Na dedinglar sizlar? Fima kuntum degani sizlar qaysi sapdinglar? Qaysi karvonning ichidinglar? Qaysi yo'l dedinglar? degan bir iymon ishorati, savoli. Nima ish avlo qilib sizlar qilmaysizlar degandek. Bular javoban deydi-ki, bahona ko'rsatib, biz ojizdik deydi. Biz ojizdik, boshqa bizga zulm qilgandi, bizni uni qig'ilib qo'ymagandi, buni qig'ilib qo'ymagandi. Ma şekilde bahane ko'rsatdi. Yani bu şeyde malaikalar buni qiyomatda so'raydi. Nima uchun Alloh malaikalar qiyomatda yoki inson o'lgan vaqtida so'raydigan bu savolni bizdek hayotlarga so'zlab beradi. Desa, Allohning lutfi, marhamati. Chunki agar biz shu savol so'ralgan vaqtida har qancha qilsaqmi keyiniga yenish yo'limiz yo'q. Malaikalar shu savolni so'rab bo'lgandan keyin bizning qaytadan amdi qildi deyish fursatimiz olmaydi. Alloh buni biz hayot vaqtimizda mushu savol oldimizga kelishdan ilgari tashlash orqali biz kelgusida pushaymonda qolmasligimiz uchun bizga mehribonlik qilyotdi. Lutfi, marhamat ko'rsatdi. Yo'lingizni to'g'rilab oling, davatida qarindoshlar. Endi bilimiz endi bir zulm ostida qolgan kishilar ko'p hollarda biz buning tipik misolidan birisi harakat qilish imkoniyati bo'lmaydi o'z tug'ayirida zulm ostidagi vaqtlarida vazifasini ado qilish imkoniyati bo'lmaydi. Hatto men bu yerdan chiqaman desa chiqish imkoniyatim bo'lmaydi ko'p hollarda. Endi bu mutlaq emas. Buning bir cho'qim mutlaqo chiqish yo'li bo'ldi. Bir qism kishilarning chiqolganligi buning isboti. Masalan, azroq voz kechadigan narsalar bor bu yerda. Tabiiyki, hamma narsadan voz kechmay, shu vatandagi yoki shu zulmni tatiyotgan, boshqalarning ostida qilayotgan o'rindagi butun imkoniyatlari, masalan, yoki ushqasak boyliklari, imtiyozatlari bilan chiqaman desa tabiiy chiqolmaydi, ammo ko'pincha zulm saqallar birovlarga shu narsalarni tashlab chiqib ketishni talab qiladi. Masalan, ushqashkar demisimi? Kishilar
dal shu to'laydigan badaldan qo'rqmagan vaqtida o'zining shu zulm qilinayotgan, ya'ni o'z vatani deyli, o'z vatandagi ba'zi imtiyozlardan ayrılib ketishdan qo'rqmaganida, ba'zi mol mulklaridan ayrılib ketishdan qo'rqmaganda, hijrat qilgandan keyingi jafodan qo'rqmaganda, jihad qilishdagi ba'zi to'layib birdigan qurbonlikdan qo'rqmagan vaqtda an qila oladi. Bular ashulning hammasini qilmay, an qiyomat yoki o'lgan vaqtda malaikaning so'rgan savoliga biz ojiz, to'q degan gipe bularga nima bo'lmaydi, javob bulanmaydı. Allah subhanahu wa ta'ala malaikalarning tili bilan bular shuna javob beradi ki alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Nimishqa bu bir ogohlantirish. Nimishqa chiqmading? Nimishqa chiqib ketmading u yerdan? Amal chora tadbir tepib Allohning zemini kengurgu hijrat qilsang olmamti. Ya'ni sening degan bu gaping o'tmaydi. Bu acayip bir ogohlantirish qarindoshlar. Biz o'zimizcha bizga zulm soldi, bizni besib oldi, bizni anda qildi, bunda qildi deymiz. Buning oldin yana so'rog'imiz bor. Ya'ni nima uchun zulmda qildik? Bu yerdan bizning badanimiz titraydigan bir narsa chiqdi. U nima desa, Alloh o'zining bandalarining aslo zulmni qilishni xohlamaydi. Zulmda turishga rozi bo'lmaydi. Ammo inson o'ziga o'zi zulm qildi ekanki, shu zulmning ostida turib yashashga rozi. Biz bunu bir qism qarindoshlarimizni ko'ryapmiz. Shunda bir zulmlarni sig'inib qolgan qarindoshlarimiz bor. Shunda bir zulmlarga qaytqisi bor qarindoshlarimiz bor. Allohning qutqazganligiga shukr bildirmaydigan qarindoshlarimiz bor. Chunki jafo va ancha-muncha to'laydigan badal bor. Shu badal ularni shu zulmni qanday qotdi, sig'indiryapti. Halbuki Alloh bu zaminda bandalarining o'tirisida hech kimga zulm qilishni asla xohlamaydi. Zolimga Alloh naqadar g'azab qilsa, mazlumning shu zulmga chidaganligiga, shu zulmni tug'anligiga o kadar g'azab qiladi qarindoshlar. Bu nuqta intayin iniq olsun kallanglarda. Alloh dediki ben malaikalarning tili bilan Allohning zemini keng emasmidi? Hijrat qilsam bo'ldi. Mayda bizga bir narsani beradi. Biz bugungi insonlarning o'zining zulmi, insonlarning o'zining qilayotgan xatolik tufaylidan sizilgan bir chegara sizoqlari bor. İnsanlar belki bu gapni deganimizda bizni o'ylab qilishi mumkin. Bugungi 21-asrdagi davlat qonunlarini tushunmaydi, xalqarodagi vaziyatni tushunmaydi. Tamam. Nima desa desin, ammo bu zaminning asli qonuniyat, Alloh belgilagan qonuniyat shuki, zamin hamma insonlarning. Val arda wada'aha lil anam. Garchi uni bir davlat qurilib o'zga chegarasiz bo'lgan bo'lsa, yana bir davlat qurib chegarasiz bo'lgan bo'lsa, bir millat ya'ni egallar chegarasiz bo'lgan bo'lsin-mu, ammo zamin Allohning. Bizning har yerga yashash huquqimiz bor. Allohning da'vat qilini, Allohning zamini kengri. U yerga boramisan, u yerga borsa, u yerga boramisan, u yerga borsa, berib o'zingning eng aqlli dinini saqla. Shu zulmning ostida yo'qolib ketish, erib ketish, saqlayanmaslik girdobig'a berib qolgan diningni sen saqlay oladigan yerga davatida qarindoshlar. Aminatda insonga berilgan zamindagi xalifalik deb bir vazifa bor. Bu vazifa biz tushunib olgan davlat tuzilmasidagi xalifalik maqsad emas, har insonning zamindagi vazifasi maqsad qilingan, zamindagi vazifasi maqsad qilingan bir xalifalik. Asli shu hukum bo'yicha bo'lgan vaqtida zamin Allohning zamini, insonlar Allohning bandalari. Bu zaminni Alloh insonlarning yashash uchun ba'di nurg'un zaminlar bor, kengri. Ama insanlar az. Nurg'un zaminlar bor, ta yoki yo'q deyarlik insonlar ko'p. Mushuning hammasida asli insonlar o'z-o'ziga zulm qilmasa, qana qilsa bo'ldi, tang o'rtaq ham bahrilansa, Allohning umid qildig'ini ham bizning talab qildig'ini ham bo'ldi. Lekin insonlar o'z-o'ziga zulm qilib, chegara, nomliq siziqlarni sizib olish, bir davlatlarni qurib olish degandek bir zulm tufaylidan kishilarni u yoqdan bu yoqqa o'tkazmaydigan bir ahvollar bo'lyapti. Bu kishilarga bugungi 21-asrdagi davlat nizomi shaklida kishilarning kallasini o'tdi, bo'yni qabul qilindi. Buning o'zi insonning o'ziga o'zi zulm qilganligi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bugungi oyatda shunda ko'ryaptiki, Allohning zamini keng etdi, hijrat qilsam deb bo'lib, oxirida eng xatarlik signaldan birini beryaptiki, ana shunday zulmga chidab turganlar ishadi. Zulmga chidab deganimiz
ya'ni zulmga mayli deb menda rozi bo'lib bira manfaat va bira tortishayotgan yer va ashaga qarab turiblam endi mashtaraqkan deb o'zga tushayotgan zulmni o'zidan ko'tarishga tirishmagan, buning uchun jihad qilmagan, hijrat qilmagan, qilishga tegishli vazifalarni ado qilmagan kishilarga qarata ulaika ma'wahum jahannam va sa'at masqira. Qaranglar, ana ashularning o'rni jahannam, bak ig'ir o'rinda o'tadi. Ya'ni Alloh insonning o'zining zulm qilishini asla ravo ko'rmaydi. İnsanın zulüm tartışını asla rava ko'rmaydi. Allah her adamning erkin, hür, azat bir şekilde mazirindeki Allah üstüge tushgan vazifasini ado qilishni talab qiladi qarindoshlar. Endi o'sha kelgan vaqtda mening yuqorida degan gaplarimdan, oyatdan chiqqan tushunchalardan xuddi hech kimga bir boshqa fursat yoki boshqa tanlash yo'qdek bir xil mazmun chiqyotdi. Undan emas. Haqiqatan kishilar orasida amalsız, çaresiz, qilib qolgan bir kishilar bo'ladi. Masalan, kishilar ayollar, bolalar qatorliq Allah bularni yuqoridagi hukmdan istisno qilib, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. İlla ki yuqoridagi hukmdan mustasno bo'lib chiqildiganlar erlar, ayollar, bolalarning ichidan ojiz, haqiqatan da ojiz kishilar, haqiqatan da zulm qilgan kishilarki çar amal tapanmagan, yol tapanmagan kishilar. Endi ma oyat bizga ig'izda zulm qilingan, ig'izda ojiz kishilar bilan haqiqiy ojiz kishilarni ayirib turadi. Bir kishilar bor. Ilgirki oyat deganimizdek bir to'laydigan badaldan qo'rqib, ayriladigan ma'lum manfaatlardan qo'rqib, ojiz qiyofatiga kirib olgan kishilar bor. O'zining ojizligini, zulmga uchraganligini da'vo qiladigan ig'izda ma kishilar va bular boshqa ma'yatida vatqini haqiqiy ojizlar. O har qancha qilibmi? Masalan deyli, oyatda rijolda ba'zi bir kishilar va masalan turmida ba'zi bir kishilar va faqatla imkoniyati yo'q, boshqalarning taqib ostida har olgan qadami boshqalarning kontroli bilan bo'layotgan. Bularda amal yo'q. Ayollar zaten tabiiyatidan himoyaga ehtiyoji bor. Himoya olmagan ahvol ostida o'zi xolab u yoqqa borolmaydi. Masalan, kichik bolalar o'zini qo'g'diyolmaydi. Ma kishilar yuqorqi hukmning nimasida sirtida bo'ladi qarindoshlar. Oyatdagi hiyla bir ifodasi qo'llanilgan, ya'ni chora tadbir degan ma'noda insonlar aqllarini ishlatish orqali qilishga mumkin bo'lmaydigan ishlarni qilishga chora tadbir topadi. Buni atrofimizga qarab baqsak bilamiz. Mushu chora tadbir, yo'l, amal, mushlarning hammasini arabchada hiyla deydi. Bir inson o'zining bir tijoriy ishlarida, shaxsiy manfaat ishlarida o kadar mahir, o kadar chora tadbirlarni topadi, o kadar yo'llarni ochadi. Ammo o'zining kishilik, mu'minlik, iymon vazifasini ado qildigan vaqtda, hijrat qildigan vaqtga kelgan vaqtda, jihad qildigan vaqtda boshqalarga ko'rinishda amalimiz qolmadi, qilguday ish yo'q, yo'l yo'q, masalan chora tadbirimiz yo'q degandek bahonalarni o'ydirsa, bahonalarni to'qib chiqsa, bu Allohning nazarida aslo va aslo o'tmaydi. Ammo haqiqatan zodi faqat amalsiz, chorasiz qilib qolganlar, bular yuqorqi ogohlantirishdan, askartishdan, do'zax azobidan bular mustasno qarindoshlar. 99-oyatda Alloh subhanahu va taolo yuqoridagi 98-oyatdagi ayol, kichik bolalar qatorliq chorasiz, amalsiz kishilar haqida shularga ishorat qilib davatida ulaika asallohu ayyafu anhum va kanallohu afuvan g'afura. Ana shularga Alloh subhanahu va taolo afu qilishi mumkin. Alloh afu qilguvchi, mag'firat qilguvchi. Endi oyatda bizning diqqatimizni tortadigan bir nuqta bor qarindoshlar. Allah ularni afu qiladi demadi. Allah ularni afu qilishi mumkin dedi. Ya'ni afu qilishi mumkin, afu qilmasligi mumkin. Bu yerda qo'llangan fe'l, asa, umid, arzu fe'lisi, ya'ni umidni uzma degan bir ifoda. Kesin afu ifodasi emas, balki umid qilsang, arzu qilsang, Allohdan talab qilsang, balki afu qilinishi mumkin. Ya'ni bu yerda demoqchi bo'lgani shuki, Allah subhanahu va taolo amal ba mustazahaf, ojiz o'rniga tushmaslik, amal ba mazlum o'rniga tushmaslikni bizni talab qilishdan birga Allohdan har doim umidni kesmaslikni bu yerda bizga ishorat qilyotdi. Undan keyin qarindoshlar, mushta
hijrat qilish, jihad qilish, o'zini izlangulik qilib, biz voy zulm qilganlar deb o'ttamaslikqa qiziqtirib, bundan eskartib ogohlantirgandan keyin inson qalbida bo'ladigan manda bir qo'rqinchlar bor, manda bir tuyg'ular bor insonning kalasiga keladigan. Ya'ni men hijrat qilib chiqqandan keyin, bu yo'lga chiqqandan keyin qana qilaman. Bu qana qilaman degan narsa ikki xil keladi ko'p hollarda. Birisi bexatarlik nuqtasidan dushmanim meni yana bağan yerimde tepip ölüp bir taraf kılıtam o. Düşmenim bek kuşluk. Nege olsa kulu itidu. Men eşeğe olsam kanaklarımı tutup alam o. Mesela bugün gündükidek. Ya ki iktisadi cihette kanaklarımı, kıyınlamam mı? Digen endişlerini yok kılıp Allah subhanahu wa ta'ala şunda adavatıdu. Ve men yuhacir fi sabilillahi yecid fil ardı muragamen kethira ve sa'aten. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Kim ki Allah yolunda hicret kılıdıken ziminde naiti kengirçilikni tapıdı ve kengir rızkını tapıdı. Kim ki öyüstin Allah ve Allah'ın Resulü'ne hicret kılıp çıkan bolsa, andan kim bu yolunun ortada ölüm uçuşup kaptın, ölüm tepipti bu adamın vefat deyipti olsa, bunun acırını Allah kutuşudu. Allah mağfiret kılgıcı, rahim kılgıcı. Tercüme bizge yukarı derslerle birleşke vakti düşünüşlük. Ama bir adeslerge düşündürdük ama da bir işken okudu var. Ben bayatım dedim ya, tercüme kılışından aldı da, insanda köp hallarda iki xil endişil. Birisi düşman edin, endişe qilish. Bağa yerimizde bizga ziyankeşlik qilamiz. Yani birisi iqtisodni endişe qilish. Allah ma oyatda ikkilisini xotirjam qilib, kimki Allah yo'lida hijrat qilsa, yajid fil ardi muragaman kathira. Kengirchilik topadi. Muragam asli lug'at ma'nida düşmanini ochiq yutqizadigan. Düşmanının qo'li yetmaydigan, düşmanini g'azablantiradigan ya degan gap-ku. Arabcha so'zning asli ma'nosini surishtirgan vaqtimizda. Ya'ni dushman bizni yo'q qilishni u qadar orzu qiladi. Qo'l qilib ishiltishni u qadar orzu qiladi. Uning oldida xorlashimizni u qadar orzu qiladi. Oldimizda gidib mangadi masalan. Ammo biz hijrat qilib, uning qo'li yetmaydigan yerga borgandan keyin u barmoqini tishlaydi. Chunki u vaqtda bizning oldimizda yo'g'onchilik qilinmaydi. Qo'li yetmaydi. Alloh cho'qim hijrat qilgan odamga maşta bir o'rin beradi. Bu bir. İkincisi va sa'atan kengir rizq beradiki, mutlaka uning bir nimasi va iqtisodiy jihatda Alloh tarafidan erishtirilgan bir kapolati va. Tamam, ancha-muncha qiyinchiliklar bo'lishi mumkin, qo'rqinchlar, hammasi inson nisbatan bir imtihonsinoq. Shundan atlab o'tgandan keyin Alloh hijrat qilganlarga mutlaq kengirchilik beradi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'nınki tuncu musulmonlarga hicret qilish buyruğunu bergan vaqtda asliga vaqtimizda hech qandaq bir Arab qabilalaridan birani yoki atrofidagi yaqin qo'shni rayonlardan birini tanlamasdan Habashistonga Rasulullohning buyurganligini qaraganimizda bilimiz hamda Qurayshning kuchi o vaqtlarda yuqori. Bütün qabilalar Qurayshni Arab qabilalarisidagi xo'jayin qabila deb e'tirof qiladi. Chunki hammasi haj vaqtida Makkaga kelib qilgan bo'lg'achqa Qurayshning taptadi. Qaysi qabilaning qishiga bir panohlik tilasa yoki hijrat qilsa, Qurayshning qo'li u yerga yetadi. Shun Rasululloh oyatdagi murog'aman keltiradi deganda Qurayshning qo'li yetmaydigan derecedeki Habashistonga musulmonlarni buyurdi. Tabiiyki Habashiston o vaqtda islom yurti emas, ammo bexatar yurt. Chunki Habashistondagi Najoshi shu vaqtning o'zida hech kim uning mamlakatida, uning zaminida zulm qilinmaydigan adil podshoh degan shaklda tasvirlangan. Ya'ni u iymon yurti emas, balki bexatar yurt. Hijratning birinchi muhim nuqtasidan birisi bexatar bo'lish. Ayat ifodamiz şu, düşmanning qo'li yetmaydigan darajada, düşman qaytidan sen hijrat qilgandan keyin seni o'ziga qaydirib ektamaydigan bir, ya'ni Alloh subhanahu va taolo cho'qim qana qiladi, beradi qarindoshlar. Endi payg'ambar alayhisolatu vasallam cho'ng hijrat, masalan Habashiston qilingan hijrat, undan keyin Madinaga qilingan hijrat ki musulmonlarni shu vaqtda buyurdi. Makka fathi bo'lgandan Rasululloh endi bundan keyin Makka fathi bo'lgandan hijrat yo'q dedi. Tamam, o darajada cho'ng hijrat yo'q. Ammo musulmonninki har doim o'zining dinini butun tutish,
Allah to'sqan narsalarni tashlay olish, Allah buyurganni qila olish imkoniyatiga ega bo'lish uchun har taraf hijrat qilishi tamoman yo'lliq. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam al-muslim man salima al-muslimuna min lisan va yadihi. Musulmon degan boshqa musulmonlar qo'lidan tildan sog'lom qolgan deb bo'lib, haqiqiy hijrat qiluvchi Allah to'sqan narsani tashlay olgan kishi edi. Demak, ilm o'rganishni hijrat qilish va haj qilishni hijrat qilish va undan boshqa sen bir davlat yaşavatsa, bir şehirde yaşavatsa, bu devlet bu şehirde, mesela özünün devlet olsun, tuğulgan şehrin olsun mu, senin dini faaliyetlerinin kılış imkaniyetinin iyi olmadı, erkillikin küçük kaparati iyi olmadı, bir xatarlikin kaparati iyi olmadı, maçtak ahval aslında insan özünün erkillikini nimiş kıgısı olsa kılalaydıgan, dini mecburiyetlerini ada kılalaydıgan yagi hicret kılış tamamen ayetinin tehdige kiradigan nime hicret bakırındaşlar, hicret muşuşu. Şoňaşqa Allah subhanahu wa taala ma ayetde alohida va'da berýärdi. Kim hijrat qilsa, çoqum düşmanning açıq keladigan, düşman işliginde açıqını yutadigan, qul yetmeydigan, anda burunqidek zulüm salanmaydigan, gidip maňanmaydigan bir ýerni Allah çoqum berdi we keňir rizq. Köpünçe kişiler rizq bilen söýdi. Ali radiyallahu anhu bir gepini esletkim keldi bu ýerde. Ali radiyallahu anhu manda bir sözi var. Men hayran kaldım kişilerge. Allah ega olgan narsaga bek tirishib, uning g'amini qilib ketadi. O'zining talab qilgan narsani tashlab qo'ydi. Ya'ni Allah ega olgan degan insonning rizqini Allah ustiga olgan. Chunki inson zamonga Alloh ekan. Cho'qim mutlaqo yo'l beradi. Ammo insonning talab qilinayotgan bir narsa bor. U bo'lsa-mu, o'zining mu'minlik sifati bilan bu iymon karvoniga qatilganlik sifati bilan qilish tegishlik mas'uliyat majburiyatlari va asli inson buni ham qilish kerak. Rizqini Allohga qana qilish kerak, qo'yish kerak. Endi mushakaga vaqtimizda inson deb qilishi mumkin. Hicret kılgan kişi özünün dini faaliyetlerini ada kılış için, imani mesuliyetlerini ada kılış için, düşmanını açık yutkuzuş için, düşmanının zulmünü tok tutuş için, düşmanının aslında kapkagan zeminlerini azat kılış için hicret kılıyordu. Bu maksatlarla hicret kılgan kişi şu maksatlarla tamamen yetişse tamam, mesele yok. Ama o maksatlarla yetip boğuş dünyadan gidip kalsa, ölüp gidip kalsa, degan bir sual onun kalısına düşürdü. Allah subhanahu wa taala yana ayetning oxirisida bunun kapolat bir vaqtida qarindoshlar. Nima vaqtida hijrat qildingmi? Allah yo'lida jihatni deb chiqdingmi? Iymon karvoniga qatildingmi? Hayot bo'lsangmi Allah o'zingga shuliq. Shu qilgan ishlarga shuliq ajr beradi. Ölsangmi ajr beradi. Ya'ni sening tirik holatingmi Allohga qadrlik, ölük halatım Allah kadirlik. Davatıdır ki وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ. Sen uyandın, hicret kılıp çıkır, yolda oturdan mesela ölüp kettin. Yak işlerin tamamlanmayı durup ölüp kettin. Vazifelerini ada kılmayı durup kanaq kettin, ölüp kettin. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bu yerde vazifesini biri, ecrini biri yaradı. Ayetle kullanılan ifadesi de fakat vaqa'a ecruhu alallah. Eminet Allah'a hiç neresi mecburiyet olup yüklenmeydi. Lakin Allah bu yerde xuddi kesin bir ifadede bizge cezmiyet hukumunu biriş için Allah'ın üstüge düştü onun ecri degan bir şekilde bizge bu yerde bir. Şuna hicret kılgan adam meyle hayat qasımı kazanıdı, pay tapıdı. Ölüp kessimi hem kazandı pay tapıdı. Bunun tamamen hatırcam olmak lazım. Ayetinin ahirisi ve kan Allahu gafurur rahim. Allah mağfiret kılgıcı, rahim şefkat kılgıcı degan ayetlerin ahirlaştı. Ders münasibetimizden dersimiz müşahede toxtaydı. Kele saatte görüşkenge kadar hemen Allah'a emanet kıldım. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.